tunikani qizib ketganini ko'ryapsizlarmi? 78 gradus chiqyapti. Bitta polni ko'rsatavering. Ko'rayotgan bo'lsangiz 59 gradus. Hozir biz rovni 3 yil oldin topshirib ketgan obyektimizga yetib keldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, cherdak qismi va bu yerda jostki penidan foydalanib mijozimizga qilib berganmiz. Haligacha foydalanishyapti. Hozir bu yoqdagi temperaturani ko'rdinglar, 60-70 gradus atrofida. Endi sizlarga pastiga, ya'ni xonadonning o'zidagi temperaturani ko'rsatamiz. Xuddi o'sha xonadonimizdan cherdak qismidan tushib kelaverishimiz, gap isboti bilan bo'lsa, temperaturani solishtirib beraman sizlarga. 30 gradus, 29.9, bu yerda ham 29.3 lar. Xullas, xonadonda o'z mahallada svet yo'q. Shunga qaramasdan, bez konditsioner, bez nicho xonadonimiz iliqqina mo'tadil havoda o'tiribdi. Nimani hisobiga? Chunki tepada 60 gradus, 70 gradus bo'lishiga qaramasdan, bizani teplov izolyatsiya penalarimizdan foydalanishga jostki pen sepganmiz va shuni hisobiga xonadon anchagina salqin bo'lib turibdi. Shunaqa issiq bo'lishiga qaramasdan, agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu nomerlarga aloqaga chiqinglar.